31 qism. Saram bilan Aliya yataqqa qaytib kirib, Aliya kiyimlarini almashtirib, o'rniga kirib yetibla ko'z uyquga ketgan edi. Ammo bayatın beri harduq yetgandek put-qo'llari eg'irlashib ketgan Saramning hozir uyqusi keladigandek turmaydi. O'zining yurtini tashlab, bu cho'ng markaziy shaharga kelib, mehmon saroyining yataqida yetib, oshxonadan tamoq yeb turaverishga texmi bo'lmaydi. Agarda mushundaq kumsam pisharmu, yapsam pisharmu deb ikkilinib o'ltirib qolsa, shuncha mushaqqatni yig'ib to'plagan amonat kartasidagi azroq puli ana bola ikkisining 15 kun yetib yeyishiga yetmaydi. Bularni o'ylagan Saramni birdilla g'ayriblik besib, demak achchiq ichishib, ko'zlaridan yosh quyilishga boshladi. U o'zini mushu sarsanchilikqa solgan go'dak qizi Aliyaning to'limi g'amsiz pushuldab uxlab ketgan sabiy chiroyiga echingandek qarab qo'ydi. Saram shu o'y-xayollar bilan na vaqtlarda ko'zi uyquga bordi, bunimi uqmayla qolgan edi. Atisi sahar o'rnidan turgan Saram yuz ko'zlarini yuyib, kiyimini almashtirgandan keyin texicha uxlab yotgan qizini uyg'otmayla aldirash mehmonxona yatiqidan chiqib, yaqin atrofdagi navoiyxonadan yengili tunurdan chiqqan issiq non ilib, atdiganda azroq nashta qilish uchun yataqqa qaytib kirdi. Andil uyg'onib, yataqqa opasining yo'qligini ko'rib, "Nega ketgandu?" deb o'ylab o'ltirgan Aliya opasining mezilik purg'an yengili tunurdan chiqqan issiq nonni ko'targan holda kelib-kelayotganini ko'rib, birdilla qursiqi ichib, ishtihas qo'zg'algandek ittik kelib, opasining qo'lidagi nonni ilib, sal hayron bo'lgan holda: "Opa, yataqqa non ilib chiqib yemsakmi, nashtalikni pastga tushib qilsak bo'lmandi?" deb so'radi. Saram qizining nodonligiga qarab kulib qo'yib: "Jinim bolam, uydan ayrilib, bu cho'ng markaziy shaharda musofir bo'lib yurvatimiz. Buningdan keyin o'ltirsak qopsaq pulli chiqadigan shaharga kelib turvatimiz. Shuningga sal iqtisodchanroq bo'lmasak bo'lmaydi. Mehmonxonadan tushib, oshxonada nashta qilsaqmi bo'ladi. Ammo kuniga 3 vaqt sirtdan yeyaversak, buningga pul to'shimaydi. Shuning uchun qaynoq suvni yatoq ichida qaynatib, choy damlab, o'zimiz non bilan nashta qilib turaylik. Avval ijaraga uy ilib, men bir qilg'udek ish tepib olay. Shu vaqtda andan qolgan ishlarni o'ylasharmiz. Tez bola, azmangni ezib o'ltirmay, senmi asroq nashta qilgin. Hozir sirtqa chiqamiz." Saram shundoq degenicha aldirash choy qaynatadigan tok cho'giniga suv qachilab, qaynoq suv qaynatishga boshladi. Ular ustiga kunjut bilan piyoz besilgan, ko'pildab mezilik purab turgan non bilan nashta qilgandan keyin aldirash mehmon saroyidan chiqib, o'ziga qilg'udek xizmat izlashga boshladi. Saram qizi Aliyani yetilab yurib, ko'chadagi taxtaylarga, stubul to'riklarga chaplab qo'ygan e'lon tashviqot varaqchalaridagi ishga qabul qilish o'rinlari bilan telefonda ham izlab berib ko'rishdi. Ammo hammasi vaqti o'tgan e'lonlar bo'lib, hozircha ishlaydigan odamga muhtoj emasligini aytdi. Saram ish qilib soat 3 bo'lgacha shundoq aylanib, o'ziga muvofiq ish topolmadi. Asli Saram yurtidan Urumchiga chiqquchilik, boshqalardan anglagan bu cho'ng shahardan xuddi pul deganni supurgi bilan supuribla tag'arga usigandek so'zlarga ishinib qolganiga pushaymon qilayotgan edi. Aliya opasining orqadan agishib, uning soyisidek bugun necha soat minib, putlari telib og'rib, qursiqi ichib, ko'krab ketgan edi. U oxiri bardoshlik berolmay opasi Saramga: "Jinim opa, qursiqim bekli ichib ketdi. Bundaq bo'ladiganligini bilgan bo'lsam, yotoqdan chiqmay, atdigan siz akirgan nonni g'ajab bo'lsam o'ltirakanman", dedi
tumshuqlarini ushlab. Shundala Sarem o'zining qursiqi echib ketganligini his qilib, udildagi bir oshxonaga kirib, qursiqini to'qlamoqchi bo'ldi. Ular tamoq ustiliga kelib o'ltirib, üstel üstiga qo'yilgan aynakning ostiga buzirib qo'ygan tamoq tizimligini ko'rib, tamoqlarning qimmatligidan og'zi ichilib qolgan edi. Amalsiz bu yerga kirib tamoq yemay chiqib ketishini apsiz ko'rdi bo'lg'ay. Ularning oldiga kelib, 2 istakan choy qo'ygandan keyin "Nim tamoq yeysizlar?" deb so'ragan mulozim qizga sal o'ng'aysizlangan holda "Ukam, xafa bo'lmay 2 taxsi o'ylag'min ilib chiqib bergan bo'lsangiz, ha rost, singlim cho'pini sal ko'proq salgan bo'lsanglar" dedi. Mulozim qiz qoshlarini o'chirib, Saremga bir qarab qo'yib, daftarga tizimlab olgandan keyin ittik boshqa mehmonlarning oldiga yurib ketdi. Sarem bilan Aliya tamoqni buyurib etib, tamoqning chiqishini saqlab o'tirishdi. Hozir tushdan keyin vaqt bo'lib qolgan bo'lsa-mu, oshxonada yanada xaridorlar shundoq ko'p bo'lib, Sarem bilan qizi Aliya yarim soatdan ko'proq saqlagan bo'lsa-mu, ularning tamoqi chiqmayotdi. Lekin ularning orqadan kirgan xaridorlarning tamoqlari chiqib, bahuzur ishtiha bilan tamoq yeb, bularning qursiqini texmu ochirib etgan edi. Oxiri saqlab bo'lolmagan Sarem o'zining kaynidan kirgan mehmonlarning tamoqini ilib chiqayotgan bayatınqi mulozim qizga sal xafa bo'lgandek. "Qizchaq, men tamoqni buyurtib qo'yg'il 1 soat bo'lay" dedi. "Qarsam mening kaynimdagi xaridorlarning tamoqlari chiqib, ba'zilari tamoqini yeb oshxonadan chiqibmi bo'ldi. Bizning tamoqimiz unutilib qoldimi qandoq?" deb so'radi. Ammo mulozim qiz "Voy, esimdan chiqarib qo'ymadim acha, esimda bor. Ammo sizning tamoqingiz odatdagi o'ylag'mini bo'lganligi uchun alohida tamoqlarni ham qo'rmalarni qo'rib chiqarib bo'lib, andan sizlardek o'ylag'mini yeydigan yan biror ikisi kirsa, andan hammasining siyini biraqli qo'rmasak, bekor jafo tortib avara bo'lganga chiqish qilmaydi." U mulozim qiz xastanga Saremni mazoq qilgandek ovozini ko'tarib, urg'uliq qilib so'zlab atadi. Saremning bu mulozim qizning gapini anglab, atrofidagi kishilar o'ziga mansitmagandek qarawatgandek his qilib, yerim bo'yi yerga kirib ketgan edi. Sarem o'zining bu yurtga kelib, texi ko'chaga chiqib, tunji kunila boshqalarning kamsitishiga uchrab qolganidan bakmu azoblandi va bo'y bergisi kelmay, "Qizchaq, bayatili shundaq deb gapingizni ochiq qilmamsiz. Bo'ldi, go'saylig'mandan 2ni keltiring." Apsi Saremning "go'saylig'man" degan gapini anglabla, Aliya üstel ustidagi tamoq tizimligiga qarab, go'saylig'manning bahosini ko'rib, ittik apsining qo'lini tortdi. Ammo bu vaqtda mulozim qiz qo'rimini o'zgartish uchun oshxonaga kirib ketgan edi. 5 minutga qolmagan vaqt ichida Sarem bilan Aliyaning oldiga 2 taxsi lag'man cho'pi bilan ayrim qachida qo'rimi say keltirildi. Bu sayni go'say degandan lazisay degani tuzukroq edi. Taxsidagi cho'pinimi taxsining tegi yepiladigan holatda silib chiqqan bo'lib, Saremning yurtida 5 yoshli kichik balamu bunchalik lag'manni ko'rmadim deb yevetadi. Sarem mulozim qizga cho'pni jiqroq siling deb askartib qo'yg'anicha texi. Shundaq bo'lsa-mu, Sarem chandurmay qizi Aliya bilan qursiqi to'ymagan holda lag'manni yeb bo'lib, 2 taxsi go'say lag'manning pulini ich achchiq bo'lgan holda to'lib etib, oshxonadan yenib chiqdi. Ular kash bo'lg'icha yana bir qancha yerga xizmat izlab do'qirgan bo'lsa-mu, hech qanday yerdan ko'ngildagidek ish topolmay, oxiri qorong'i tushay deganda salpib yotoqqa qaytib keldi. Ularning nihoyat so'lg'in, salpaygan holda kirib kelayotganini ko'rgan Mavlon xo'jayin Aliyadan so'rab qoldi. "Nega bordinglar qizim? Buncha kechgacha qaytib kelmasanglar, men sizlarni yo'lda ezib qolgan bo'g'aymiti deb ansirab ketibdiman" dedi. Aliya umchaygan holda Mavlon xo'jayinga qarab, andin apsiga qarab qo'yib, beshini sangilatib
jim turib oldi. Bayatın bularning mehmon saroyiga kirayotgan vaqtda ishning aplashmaganligini ularning abdidan bilgan Mavlon xo'jayin Saramga qarab: "Qandoq bo'ldi? O'zingizga muvofiq bir ish topa oladingizmi?" deb so'radi. Saram bugun bir kun jafo tortib yurganiga tushdiq. Biror ish topmoqda yo'q. Tex oshxonada o'zining usal bo'lganligidan ko'ngli yerim bo'lib aram turganda bu mehribon kuyimchan xo'jayinning o'zidan so'rgan savoliga nima deb javob berishni bilolmay birdan turib ketgandan keyin pangida yig'ilganicha olqonlar bilan yuzini etib ikkinchi qavatga chiqadigan palampay tarafga qarab yugurdi. Hurmatlik asar anglag'ich o'qirman do'stlar. Saram bu cho'ng shaharda o'ziga xizmat izlab, ko'chaga chiqqan tunji kunila boshqalarning kamsitishiga o'chirab, tushkunlashib, yana xizmat izlashga jur'at qila olarmi? Bu bechora ayolning ham qizi Aliyaning buningdan keyingi kunlari qandoq bo'lib ketar? Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin. Otuz ikinci qism. Saram yig'lab üstünki qavatga manganda, qizi Aliya nima qilarini bilmay, birida Mavlon xo'jayinga, birida palampayda yugurib chiqib ketayotgan opasining keynidan qarab, daqiqa turib ketgandan keyin: "Yo'l bo'yi ko'zimizga chiliqqanli e'lon qog'ozlar bulamdi, ish qilib ishlaydiganli odam qabul qilamiz" deganli nurg'un joylarga bordiq tag'a. Ammo biz borgan o'rinlarga allaburun ishchi yoki ishlanchi qabul qilib ketgan bo'lib, biz ko'rganlarimiz vaqt o'tgan e'lon bo'lib chiqdi. Shunglashqa opam xizmat topolmadi. Uning ustiga oshxona tomoq yegil kirib, ko'nglimiz azar yeb qoldi. Aliya umchib, to'kilayli deb qolgan ko'z yoshlarini ichiga yutib, levini tishlab jim turib qoldi. Mavlon xo'jayin bir narsa deyishga tamshaldi-yu, damalliqqa bo'g'ziga kelib qolgan gapni ichiga yutib etib, xayolga petib o'ltirib ketdi. Aliya Mavlon xo'jayinning qashidan yotoqqa chiqqan vaqtida opasi Saram kiyimlarini almashtirib etib, tozliq uyida yuz ko'zlarini yuvayotgan edi. Suning sharqarab tushgan ovoziga qatilib, opasining o'ksib yig'lagan ovozidan uning texichi o'zini tutib ololmay yig'layotganligini bilgil bo'ladi. Aliyaning birdili ich achchiq bo'lib, opasiga ich ag'rib qoldi. Aliya yotoqda birdan turib beqib, opasini texichi o'zining to'xtatolmayotganligini ko'rib, asta suxonaga kirib, ko'zidan yomg'irdak to'kilayotgan ko'z yoshlarga qatib, yuzidagi suv yuqini surtayotgan opasi Saramning orqadan quchoqlab turib: "Kechiring jinim oppa, sizni men shundoq sarsonchilikqa, jafo kunlarga silib qo'ydim. Men bekli xatolashibdiman jinim oppa, meni kechiring." U shundoq deb unsilib yig'lab ketdi. Saram birdilla o'ziga kelgandek bo'lib, texi 14 yoshga kirmagan qizining o'zining g'amlariga ham nafas bo'lib yig'layotganidan ichinib, birdilla g'ayratga kelgandek bo'ldi-da, kayniga burilib, qizining ko'z yoshlarini surtib, quchoqlab turib: "Hargiz undoq dema jinim bolam. O'z bolasini kechirmaydigan ona yo'q. Balalar xatolik o'tkazgan ekan. O'tkazgan xatoligini tuzatishga uringan bola haqiqiy yaxshi bola. Buningdan keyin menga qadamlaringga diqqat qilsanglar, men sendan xotirjam bo'laman. Mendan ansirma. Hozir o'ngshilib qoldim bolam. Bo'ldi. Bugun orom olaylik. Jahonning quchqi shuncha kengri. Mushundoq cho'ng bir shaharda men Saramga qilg'udak ish topilmaydiganligiga hargiz ishonmayman." U shundoq degenicha yuz ko'zlarini qaytadan yuyib,
yataq uyga chiqdi. Ertesi yana tünügünkidekla səhər o'rnidan turib, qizi Aliya uyg'ong'uchilik pastga tushib, tünügün non algan navoyxonadan non ilib, texi navoyning yenidagi vodka do'kondan qaymoqni setib oldi. Andin tayyor bir qitimliq qacha ham tuz, qo'shiq, cho'ki degandek narsalarni setib olib, sal nersidan nashtalık chiqaradigan oshxonaga berib, 3 yuanga bir taxsi sovuq say setib olib, aldirash yataqqa kirib ketdi. Saram o'zining qo'lidagi narsalarga qarab, kulkisi qistigandek bo'lib, yataq ichiga kirib, bayatin o'zi sirtqa chiqqcha choyga suv quyib qo'ygan to'p cho'gini qaynab ketgan bo'lib, Saram choy damlagandan keyin o'xshitib 2 qacha atgan choy qildi va qizi Aliya bilan huzurlanib nashta qildi. Tuyuqsiz eshikning chekilishi bilan birsiga qarishib, sal jiddiylashgan holda hayron bo'lib, Saram ittik kilib eshikni ochgan edi. Eshik oldida mehmonsaroy xo'jayini Mavlon tag'i turardi. U kishi yataq ichiga qarabla, ana balaning nihoyat mo'l bo'lgan nashtalar tayyorlab, nashta qilayotganiga qarab, masliga kelgandek. Vah, singlim, nashtalig'inglar ajab mo'lg'u. Sinishlik bo'lsin. dedi kulib. Saram Mavlon xo'jayinga: keling aka, sizmi texi nashta qilmagansiz? Biz bilan o'ltirib, bilan nashta qilib oling. Hozir biz bir oila kishiridek bo'lib qoldik-ku, dedi xo'shqo'yliq bilan. Saramning bu gapidan xo'sh bo'lganligi chiroyiga chiqibla qolgan Mavlon xo'jayin bilinar-bilinmas hayajonda titirgan lablarini kulkiga majburlab: Rost deysiz singlim, men texi nashta qilmagan. U shundoq degunicha takalluf qilib turmayla 2 karvatning o'ttirg'i surib akelgan kichik ustalga yandagi o'rindiqni tartib kelibla o'ltirdi. Uninggacha Saram bir qacha atgan choyni qo'yib, Mavlon xo'jayinning oldiga qo'ydi. Bu bir tushliq oddiyxina nashtalık bo'lsa-mu, azaldan oilasidagi xotin bolalari bilan bundaq mehr-muhabbatlik bir oila kishilari jam bo'lib tamoq yeb baxmag'ili xeyli vaqtlar bo'lgan Mavlon xo'jayinga oila illiqligini his qildirgan edi. O'xshagan qaymoqliq atgan choy bilan Saram ilib kirgan 2 dona chekim non va 3 ko'yliq so'g'uq say birdamdala pak-pakiza yeyilib bo'ldi. Mavlon xo'jayin sal xijil bo'lgandek: Sizlar birdan shundoq o'ltirib turinglar. Men chiqib azroq nashtalık ilib kiray. Haqiqatan sizlarning nesibinglarni men yeb olib, qo'rsqonlar to'ymadig'i deyman. dedi. Ammo Saram uning nashtalık akiray deb mang'iniga qo'shilmay: "Voy, nadiki gapni qiladi ekansiz, Mavlon aka. Sizmi yesingiz, o'zingizning nesibisini yeysiz. Bir odamning haqqini bir odam yegil bo'ladimi? Shu bugun biz bilan nashta qilishqa sizning nesibingiz bor ekan asli. Men g'o'nayt obdan nashta qilib oldim. Aliya qizim, sen-chi to'ydingmi? Mavlon aka, sizga az bo'lib qoldi-ku deyman." deb kuldi. Voy, bo'ldi ukam. Men odatda atigini bir istakan quvvat talqini chilib ichib olibla, bundaq nashta qilmag'ilimi uzun bo'lgandi. Sizlar bilan o'ltirib nashta qilib, oilaning naqadar illiqligini his qildim. Aras, bugun tushlik tomoqda men sizlarni mehmon qilay. Endi o'zimizning gapiga kelsak singlim. Axsham qarsam kayfiyatingiz degandek yaxshi emas. Shunga sizga ortiq gap qilamagan edim. Qizingizdan anglasam tunugin bir kun aylanib, o'zingizga muvofiq qilgudek ish topolmabsiz. Bugunmi chiqib xizmat izlab boqaman desangiz ixtiyoringiz. Ammo o'zingizga muvofiq kelgudek xizmat topolmay qolsangiz, mumkin bo'lsa, mushiyat ishlab qolsangizmi bo'ladi. Chunki o'zingizmi ko'ryapsiz. Bu 2 qavatlik oddiy mehmonsaroy. Kunda keladigan xaridorlarimizmi ancha ko'p bo'lmaganlikdan, burun boshqa yurtdan kelgan bir ayol bu mehmonxonaning yotoqlarini tozalab kelayotgani 3-4 yil bo'lgan edi.
Yaqında otasining kasali og'irlashib qolganlik to'g'riliq xabar kelgandan keyin yurtiga ketgan edi. Keyin telefon qilib otasining tugab ketganligini, opasining yolg'iz qolganligini, ballarning holidan o'zi xabar olib, opasiga qarg'ach o'zi yurtida turib qolganligini, hamda qaytib kelmaydiganligini aytib, bu yerga hamda ishligil kelmaydiganligini uqtirib qo'yg'ida telefon qilibdi ekan. O singlimiz bu mehmonxona yotoqni nihoyat yaxshi, xuddi o'zining oilasidek ko'rib, qo'limizga qo'l, putimizga put bo'lib kelayotgan edi. Uning kelmaydiganligini anglab, ko'nglim bekli yerim bo'ldi. Shundoq bo'lsa-mu, muvaffaqiyat biras kelgicha deb yotoqlarni ratlab, kirliklarni almashtiradigan ishlarni hozircha o'zim qilib kelayotgan edim. Agarda muvaffaq ko'rsangiz, mush yerda ishlab qiling. Qarsam sizmi beshingizga eg'ir bir qismat kelgan ayoldek qilasiz. Obdanroq o'yinib beqing, ha? Men bu sizni o'zimning singlisidek ko'rib, bu gaplarni qilyapman. Men bundoq desam, hargizmi boshqacha o'ylab qolmang. Mening xotin bolalarim, oilam bor odam. Bu yerda bir necha vaqt tursangiz, bara-bara hamma ishlarni tushunib qolsiz singlim. Mavlon xo'jayin shundoq deb cho'nqur xo'rsinib qo'yib, asta yotoqdan chiqib ketdi. Saram Mavlon xo'jayinning gapini anglab, daqiqa tangirqab turib ketgandan keyin yanada boshqacha bir ish qilishni o'ylab, bugunmi yana ish izlab, urinib beqish uchun qizi Aliyani elib, yana bozorga chiqib ketdi. Ammo Saram tunugünkiga o'xshashla kash bo'lganda nihoyat umidsizlangan holda mehmon saroy yotqiga qaytib keldi. U o'ylanib qoldi. Mana 3 kun bo'ldi. Bozor aylanib, hech qanday o'ziga munosib xizmat ish topolmadi. Hatto oshxonada qochqumush yuydigan ishmi Saramga ishinmagan edi. Amalsiz Mavlon xo'jayinning mehmon saroy yotqida ishlab qilish qaroriga keldi. Hurmatlik asar anglag'ichi o'qirman do'stlar. Saram bu mehmon saroy yotqida yotoq tozlaydigan tozliqchi ishchi bo'lib ishlab qolsa, buningdan keyingi kunlari qandoq o'tar? Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismlarda bo'lsin. Otuz üçüncü qism. Saram Mavlon xo'jayinning mehmonxonada tozliqchi bo'lib ishlab qiling degan taklifini qabul qilishni o'ylagan bo'lsa-mu, ammo yanala o'ziga tayinib, sirtdan qayta bir ish izlab beqishni o'ylab, Ürümchidek mushundaq bir cho'ng shaharda men qilg'idek biror ish chiqmaydiganligiga ishonmayman deginicha qaytadan o'zini umidlantirib, Ürümchining tunugin barmagan boshqa rasti taraflarga berib, bir cho'ng oshxonaga kirib, mulozim bo'lib ishlashni, hech bo'lmaganda qach qumush yuyib, oshxonaning tozligini qiladigan ish bo'lsa-mu mayli deb oshxona boshqarg'uvchi bilan ko'rishgan edi. Ammo ularning javobi: Kechiring acha, hozircha oshxonamizda ishlaydigan odam to'liq. Boshqa oshxonalarga berib ish izlab beking deb uzatib qo'ydi. Saram yanada umidsizlanmay, mal sotquchi bo'lib ishlab berish uchun kiyim-kechak va oyoq sotadigan do'kon, talla bozorlariga kirib ish izladi. Ularning javobimi deyish bo'lgandek oshxona boshqaruvchisiga o'xshashla: hozircha do'konimizda mal sotadigan prikazchi qizlar yetishidi. Boshqa joyga berib o'zingizga muvofiq ish izlab beking, ha? deyishdi. Oxiri faqat amal qilolmagan Saram atdiganda mehmon saroy yotiqidan chiqquncha laqqidib umidga to'lgan qalbi quruq qaqshal daraxtdek titragan holda umidlari ko'pikka aylanib yotoqxonaga qaytib kelishga majbur bo'ldi.
Ahiri ilojisiz mehmon saroy xo'jayini Mavlon xo'jayinning taklifi bo'yicha mehmon saroyning yotoqlarini tozalaydigan tozliq ishchisi bo'lib, hozircha ishlab turish niyatiga kelib, Mavlon xo'jayinning yeniga tushgan edi. Xo'jayin yotoqni qaytirgan ikki mehmonning zakalat pulini qaytirib, amdila ularni uzitib turgan edi. Aldida to'limu ma'yus holda o'ziga qarab, lavlarini tishlagan holda turgan Saremga qarab, ukam, nim bo'ldi? Yana xafa bo'lib qapsiz-ku?" deb so'radi. Sarem ortiqcha gap qilmay, "Xo'jayin, sizning taklifingizga qo'shildim. O'zimga munosib yaxshiroq bir xizmat tepib olguncha, hozircha mehmon saroyingizning tozliqini qilib ishlab tursam turay", dedi. Rastavatamsiz singlim. Meni ajabmi xush qilib etdingiz. Endi yotoqlarni o'zim tozalayman deb jafo tortmay, kunlarimni xotirjam o'tkazadigan bo'ldim, ha? Ha, singlim. Undaq desam, menga hamma ishni ortib qo'ydigan o'xshaydi deb qolmang. Men bu fursat bo'lsa, sizga yordamlashaman, ha? dedi. Andin hisobot daftarini chiqarib, Saremning buningdan 3 kun ilgari mehmon saroyga kelib tushgan vaqtida topshirgan 500 ko'y zakalat pulining hammasini uningga qaytirib berib, "Mana singlim, bu sizning mehmonxonaga kelgan vaqtingizda topshirgan zakalat pulingiz. Bundan keyin siz mehmonxonamizning xizmatchisi. Mushu salohiyatingiz bilan mehmonxonaning o'zinglar turayotgan yotoqda haqsiz tursanglar bo'ladi. Haras, sizdan burun ishlagan singilchoq mushu mehmonxonaning yon tarafidagi kichik bir uyda osh tomoq etib yeydigan edi. U yerda oshgan asarlarning hammasi to'liq. Bo'lmasa sizlarmi mehmonxona ichida yotganlar bo'lgandan keyin o'sha uyda tomoq qilib yeysanglar bo'ladi. Bundaq sirtdan tomoq yesa pul tushamdi", dedi ochiq ko'ngillik bilan. Sarem nihoyatda xush bo'lgan holda Mavlon xo'jayin boshlab elib kirgan mehmonxonaning keyni tarafidagi kelgan xaridorlar mashinalarini to'xtatadigan kichik mashina to'xtatish maydonining bir burchigidagi kichik uyga kirgan edi. Apchilgina uyning ichida har xil oshxona saymonlari to'shiq bo'lib, texi gaz o'choqmi bor edi. Bularni ko'rib, Sarem boshqachalar jonlanib, xush bo'lib ketdi. Xo'jayin uning bu uydan rozi bo'lganligini his qilib, "Men atila onmay, ko'rich, to'naqtqining ichiga sayko'ktat, go'sht degandek narsalarning hammasini to'liqlab qo'yay. Bundan keyin sirtdan tomoq yemay, mush yerda osh tomoq etib yesanglar bo'ladi. Haras, menga ba'zi kunlari bir tushlik tomoqlarni berasizlar, ha?" dedi. O'zining yeshig'i mos kelmagan sho'xliq bilan qosh ko'zini o'ynatib turib, bu Mavlon xo'jayinning gapiga Sarem gap qilg'icha Aliya veliqlab kulib turib, "Albatta, tog'a, bu narsalarning hammasini siz pul to'lab olib kelsangiz, sizga albatta tomoq beramiz-da", dedi. "Ha, ma'qul. Oma qizim." Sarem atisidan boshlabla yotoqxona tozalash ishiga tushib ketdi. U nihoyatda chevarlik bilan yotoqlarni tozalab, yig'ishtirish, kirlik danzilarni almashtirish, mehmonlar yotoqni qaytirganda chiqargan danzi kirliklarni sanab, maxsus yuvish do'koniga soni bilan o'tkazib, ular yuvib akelganlarini sanab topshirib oladigan ishlarni o'zi bir qo'lliq qiladi. Sarem bir hafta 10 kunga qolmayla bu mehmonsaroy yotiqiga o'zlashib ketgan edi. Hatto xo'jayin yo'q vaqtlarda mulozimat po'kiydi kelgan xaridorlarni kutib olib, yotoqqa o'rinlashtirish, zakalat elish, yotoqni qaytirgan mehmonlarning tizimligi bo'yicha zakalat pulini qaytirib, yotoqni tekshirib elib, mehmonlarni uzitish degandek ishlarni bemalol qila oladigan bo'lib ketgan edi. Sarem hozir o'zining ish o'rnidan g'am qilmaydi. Uning butun as xiyoli qizi Aliyani qayta maktabga o'rinlashtirish bo'lib, bir kuni bu ishni Mavlon xo'jayinga aytgan edi. Xo'jayin bir haza o'ylab turib ketib,
Ma'qul singlim. Men mush atrofdagi maktablar bilan o'qishib baqay. Asli maktablarga o'quvchi qabul qilishga to'g'ri kelsa, har bir mavsumlik o'qish boshlashdan burun qabul qiladi. Endi bu mavsum o'ttirg'i kelgan chog'da qandoq bo'lib ketadi? Shundoq bo'lsa-mo, qani bir urinib baqayli. Ha, dedi. Aytqandek, Mavlon xo'jayin o'zi xil obdan o'tadigan bir necha maktab mudirlari bilan ko'rishib, bu haqda so'zlashgan bo'lsa-mu, ular bundaq mavsum oraliqida o'quvchi qabul qilmaydiganligini aytib, Mavlon xo'jayinning fikrini birdak rad qilishdi. Ammo Mavlon xo'jayin mehmon saroyga kelsila, Saram umidlik ko'zlarini uningga tikib, "Qandoq bo'ldi?" degandek talmirib qaraydi. Aliyamu Urumchidek bir cho'ng shaharga xeyli o'zlashib qolgan bo'lib, apsi yotoq tozalash bilan aldirash bo'lib ketgan vaqtlarda o'zi bemalol chiqib ko'cha aylana oladigan, kitobxonlarga berib kitob ko'rib keladigan bo'ldi. Ammo Saram qizi Aliyaning yana boshqalarning ziyonkashligiga uchrab, dili azor yeb qilishidan ansirab, uni tezroq maktabga berish ko'yida qolgan edi. Saram bu mehmonxonaning tozliq ishlarini qilib kelayotgandan buyon Saramning oyig'i yarashdimi yoki uning yotoqlarini boshqadan tozlab chiqib, pokiza ratlik tutganligidanmi mehmonxonaning xaridorlari kundan kunga ko'payib, Mavlon xo'jayinning ishlari ro'naq tepishga boshlagan edi. Mavlon xo'jayinning bu mehmon saroydan kelayotgan kirimi oldingi oydagiga qaraganda bu oyda bir hassalangan bo'lib, kirimi tuvallab ketgan mehmon saroyini boshqalarga o'tkazib berish uchun e'lon tashviqotni chiqarib bo'lgan Mavlon xo'jayin endi biroqla mehmon saroyini o'zi bir qo'lliq, ya'ni ichiverish niyatiga kelib qolgan edi. Ammo Mavlon xo'jayin Saramning kundan kunga g'amga petib, o'ltirib ketayotganini ko'rib, ichida uning bu yerdan ketib qolishidan ansirayotgan edi. Shuning uchun qandoqli bo'lmasin, Saramning qizi Aliyani maktabga o'rinlashtirish niyatiga kelib, bu mehmonxonadan 3 bekat oyoq tarafidagi bir to'liqsiz o'ttir maktab mudiri bilan ko'rishib, Saramning ahvolini uningga aytib, Aliyaning maktabga yutkilish ishini alohida yutkilish deb qarab qabul qilib elishini, u qizning nihoyat zehnining ochiqligini, bo'lmasa imtihon ilib sinab beqish kerakligini aytgan edi. Oxiri Mavlon xo'jayinning gapini yirolmagan maktab mudiri: "Bo'pti, Mavlon xo'jayin, sizning yuzingiz behli cho'ng keldi. Lekin bu mening bir eg'iz gapim bilan bitadigan ish emas. Bo'lmasa u o'quvchini bu yerga elib keling. Biz o'qituvchilar uningdan ba'zi bir asosiy fan darslarga oid savollarni so'rab baqaylik. Darsda nachar o'quvchini hech qanday o'qituvchi sinfiga qabul qilib olmaydi. Chunki sinfning o'rganish darajasini darsda nachar o'quvchi birdala tushirib o'tishi mumkin", dedi. Mavlon xo'jayin sal ikkilinibroq bu xabarni Saramga yetkazgan edi. Aliya nihoyat xushal bo'lgan holda: "Bo'ladi Mavlon tog'a, meni birga ilib bering. Har qanday savol bo'lsa, imtihon olsinmi men berishga tayyor", dedi. Hurmatlik asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Aliya Urumchidek cho'ng markaziy shaharda o'qituvchilarning so'ragan savollariga to'g'ri javob berib, maktab mudirining qabul qilishiga erishib, maktabda o'qib qolarmi? Mavlon xo'jayin Saramga yaxshilik qilib, o'zining mehmon saroyining ro'naq tepishi uchun, uni bu yerda tutib qolish uchun, uning qizining maktabga o'rinlashishiga yordam qilsa, keyin Saramning beshiga yana nima qismatlar kelar? Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismda bo'lsin. Otuz 34-qism.
Mevlan xo'jayinning gapini anglagan Aliya o'ziga ishongan holda: "Mayli tog'a, meni ilib berib, o'qituvchi mudirlar bilan ko'rishtiring. Meni maktabga qabul qilib oladigan ish bo'lsa, ularning har qanday savoli ham imtihonlarga javob berishga men tayyor" dedi. Sarammu qizi Aliyaning darslarda natijasining nihoyat yaxshiligini bilgachga, bu jihatdan xotirjam edi. Aytgandek, Mevlan xo'jayin Aliyani maktab mudirining ishxonasiga elib kirgan edi. 3-4 o'qituvchi uningdan har bir palla to'g'risida savol so'rab, qanoatlanarlik javobga erishgandan keyin xushallik bilan Aliyani to'liqsiz o'rta maktabning 2-yilligiga qabul qilib elib qoldi. Maktab mudiri ishxonasidan chiqib, mehmon saroy yotqiga qaytib kelganda, nihoyat xushal bo'lib, hayajonlanib ketgan Aliya opasining bo'yniga esilib, yig'lab turib: "Jinim opa, oxiri Mevlan tog'am meni maktabga o'rinlashtirdi. Muallimlar meningdan rozi bo'lgan holda to'liqsiz o'rta maktabning 2-yilligiga qabul qildi, opa" dedi. Saram bu xabarni anglab, ham qizi Aliyaning xushallikdan ko'zlaridan yomg'irdak yoshlarining to'kilib turgan holatini ko'rib, nihoyat hayajonlangan holda Mevlan xo'jayinga: "Rahmat, xo'jayin, rahmat. Sizning qilgan yaxshiligingizni hargiz unutib qolmayman" dedi. Mana shu kundan boshlab Aliya maktabga berishga boshladi. Uning maktabda dars boshlashi uchun o'rta maktabning 2-yilligining darsliklari bo'lgan kitob material va har xil o'rganish materiallari, sumka degandek narsalarni Mevlan xo'jayin Aliyani kitobxonaga elib berib, hamma materiallarini to'liqlab elib berdi. Qizi Aliya maktabga o'qishga kirib, o'zining o'ltiraq uyimi, qo'rsqiga yeydigan osh tamoqimi, hatto ish o'rnimi kapolatga ega bo'lgan Saram nihoyat xotirjam bo'lgan holda texmi berilib, ko'ngil qo'yib ishlashga kirishib ketdi. U bir kuni mehmonlar uzab ketgan yotoqning kirliklarini almashtirayotgan edi. Tuyuqsiz kayni tarafidan birisi kelib, uning chechidan tortib, yiqitib, dassab, tepib urishga boshladi. Bu dal Mevlan xo'jayinning ayoli Zubayda edi. Bu hazazul besham ayol bir tarafdan Saramning sochlarini yulib, tepib ursa, bir tarafdan og'zini buzib, eg'izga alg'usiz sat gaplar bilan haqoratlab Saramni tillaydi. "Voh, nomus qilmaydigan paskini sharmanda! O'g'risi, o'zingning yoshligiga, chiroyingga bak ishinib ketgan o'xshamamsan? Mevlan degan shapaqchi eshak go'yni mehmon saroyini boshqalarga setvatgan desan, nimaga tortishib unmaydi ekan debdimi? Asli bu yerda sendek ezitqi tulki jindan bir borkan emasmi? Eyta sharmanda, buzuq, qachondan beri erimni ozdirib, do'ppamga jigri silib, beshimda yangoq chiqib yuryapsan, ha? Bugun men rost gap qilmaydigan bo'lsam, shu sen ishinib arlarni eziqtirib, alqiningda o'ynatib yurgan chiroyingni buzib, olmasdan betar qilvatmaydigan bo'lsam, Zubayda degan ismimni yo'tkib etaman. Endi bir paskini buzuqni yo'lga silib qutlashdem desam, sen chuprandi keldingmi? Nadim paydo bo'lib, bu yerda bas purab yuraysan? Saram o'zini dassab, tepib, chashlarini yung'izlab urvatgan bu iyiqdak yo'g'on semiz xotinning qo'lidan qutulish uchun xeyli kuchab baqqan bo'lsa-mu, uning qo'lidan ajrab chiqish mumkin bo'lmayotgan edi. Daqiqa ichida Saram bu Zubayda degan xotindan xel obdalla tayoq yeb, chashlari chuvilib, yuz ko'zlari mo'rlinib, birdamning ichida ko'z bilan ko'rgisiz bo'lib ketgan edi. Oxiri bundaq tayoq yeb, yug'on xotinning ostida yetiverishga bardoshlik berolmagan Saram, toshqanningmi ochiq kelsa odam tishlaydi degandek g'azabga kelib, bir yulqinibla ayolning qo'lidan ajrab chiqib, ayolning maydasidan ittiribla orqaga yiqitibdi va g'azab bilan: "Nadin kelgan alchoq sarang xotinsan?
Nima bekadib kelib odamni urib, og'zingni buzib tillab yuraysan? Eyta saran xotin, men kimning erini azduribdiman? Har qanday gaping bo'lsa, pokit bilan qilmamsa. Nimanda xotirjam ishimni qilib kun olg'il qo'ymaydigan haq bu, dedi Saram achchiqdan yerilg'udek bo'lib. Zubayda bakmi tasdi o'rnidan turib, yana Saramga esilishga uringan edi. Saram chapdastlik bilan o'zini chatga ilib, mendan cho'ng ekan deb qo'l yondirmay jim turib bersan, men bo'zak ko'rib qoldingmi? Sendek porko'tak moda iyiqqa meningmi kuchim yetidi bilib qol. Yo'l qo'yganni bilib, iziting bilan gaping bo'z chiroyli qil. Bo'lmasa men tug'ilgandimi seni tepib dasaydigan putum, mo'rlab chochlaringni yo'ng'izlaydigan qo'lim opamning qursog'ida qolmagan. Bilib qo'y, dedi qo'lini shiltib turib. Shundala Zubayda oldidagi bu cho'kanning burunqi tozliqchi ayoldek uningdan qo'rqib, quyruqini hadi qilib tikib etmaydigan, uning tillab haqoratlab urishlariga qarab turadigan ayol bo'lmasdin. Har qanday bir ishning eqini oq, qarisini qara, g'izini g'az, o'rdikini o'rdak qilib ayirib etadigan, o'ziga undaq oson bo'zak bo'lmaydigan ayol ekanligini tunib yetgan edi. Zubayda birdan hangviqib Saramga qarab turib ketgandan keyin yondagi karavotga kelib o'zini tashlab o'ltirib yig'lashga boshladi. Mushu yoshga kelganda menga nima tart quloq bu? O beshingni yeydigan xotin vasgo'y. Hammani shu shahvoni nafsingga qonmay, buzuq paskini xotinlarning chatiraqida so'ydik burab o'milab bilasan qo'san. Ota-onamning mol bisoti bilan igilik tiklab, Mevlan xo'jayin bo'lib turvatqansan. Tegi taktingni bilmaydigan pahish vasgo'y. Necha yildan beri Rana degan buzuq paskina kelganida qanot ostinga elib, mehmonxonaga solab yotoq tozlash bahanasi bilan yeningda to'rg'izib olib, oshna o'ynab yurdim. Endi u paskini qanjiqning qilganlariga og'zi burni bilan tang to'yg'izib, yo'liga silib qutulsam, yana bir so'rab ketgan qanjiq paskini akillabsan emasmi? Mushu yoshga kelganda menga nima tart quloq bu? O beshingni yeydigan xotin vasgo'y. Endi Saram bu aljagan xotinning nima davatqanligini, kim ekanligini azroq tushungandek bo'ldi. Va o'zidan burun bu mehmonsaroy yotiqini tozalab ishlayotgan Rana ismli ayolning mushu xotinning eridan kunlab, urib, tillab, rasvo qilishi ostida jimjitli yurtiga qaytib ketib, Mevlan xo'jayinga "Atam tugab ketdi, apam og'ir kasal bo'lib qoldi" degandek, hali qanday yolg'on yovdaq gaplarni qilib, kelmaganligining sababini tushungandek bo'ldi. Ammo Saramning idisidan o'tmagan yeri, bu xotinning aytganidek yo'ldishi Mevlan xo'jayin undaq shallaq, suyuq odam bo'lmasdan, boshqalarga yaxshilik qilishdan yanmaydigan, nihoyat oq ko'ngil, mehribon odam edi. Biror qatin Saramga yomon niyatda bo'lib, niyatini buzib baqqanni Saram bayqamagan edi. Shuning uchun bu ayolning mushundaq erini kunlaydigan kundashlik kesilining hamda o'sal mijozning borligini tunib yetgan edi. Saram o'zi burun amalli qo'g'dig'ichi bo'lib, yurtida ishlayotgan vaqtlarida ko'cha tozlaydigan tozliqchi ayollarning o'zining yeniga o't sunib isinib olg'ili kirgan vaqtlarida ulardan anglagan ba'zi ayollarning mushundaq erlarni kunlab, faqat kun ko'rsatmaydiganligini, bu xil er kunlash xuddi bir kasalga o'xshash fikr xayoli shu erining naga borgan, nada turgan, kim bilan tamoq yegan, kimlar bilan so'zlashgan degandek ishlarini tekshirish bilan o'tadiganligini, bu xil kundashlik kesilining shu ayolning ich bag'rini xuddi minglagan qurt g'ajilgandek bearam qilib kundan kunga tugashtirib o'tadiganligini anglagan bo'lg'achqa, hozir oldida o'zining yuzlariga shapalaqdab yig'lab so'zlayotgan Zubaydaga ich ag'ritib, yestashlik qilib, bayotin o'zi uningdan yegan tayoqlarni unutgan holda uningga gap qilishga boshladi. Qarang acha, eringiz bilan ikkinglarning orasida nima ishlar bo'lib o'tdi, buni men bilmayman. Eringizning burun bu mehmonxonada ishlagan tozliqchi ayol bilan nima ishlar bor,
qandaq munosabatda bo'lgan, bunum o'qmayman. Ammo meni tinish yashig'ili qo'ying. Mening yo'ldoshingiz Mavlon xo'jayin bilan hech qanday xayri munosabatim yo'q. Bizning faqat xo'jayin, ishlamchi munosabatimizla bor, dedi Zubaydaga tushundirib. Hürmetlik əsər anlıqıcı oqurman dostlar. Əmdi bir xatircəm turmuşqa erişdim deb, özüge yaxşılıq qılğan Mevlan xo'jayinga rahmat aytish yusidan, mehmonxonaning ishlariga ko'ngil qo'yib ishlab kelayotgan Saramning aytgan so'zlariga Zubayda ishinarmi? Bu Zubayda degan hazazul, besham xotinning o'zini urib tirlashlariga mayli deb, Saram bu mehmon saroyda yana davomliq ishlab qolarmi? Əsərinin davamıga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin. Otuz 35. qism. Yo'ldoshingiz Mavlon xo'jayin bilan ikkimizning orasidagi munosabat, xo'jayin bilan ishlamchi o'tirsidagi munosabat. Uningdan boshqa bizning hech qanday bir-birimizga bog'lanishimiz yo'q. Qilgan so'zlarimga ishonsangiz mana, ishonmasangiz ahona. Sizga buningdan boshqa tushuntiribmi yurmayman. Men boshqalardan azar yeb, jinim tumshiqqa kelib qolgan bir sho'rpeshan ayol. Mening faqat xotirjam tinish amali yashag'im bor. Sizdan o'tinib qolay. Meni tinish aramimda yashag'il qo'ying bulamdi. Ammo Zubayda Saramning shuncha samimiylik bilan o'tinib aytgan so'zlariga ishonish u yoqda tursin. Uning gaplariga pisatma qilmagan holda qo'pollik bilan silkib turib. Ochangni tepib, ocha degina jumboq. Sendek paskinning ojisi Ishratxonning bulung pishqoq ko'chalarida shafaqachilab yuriydi. Әмді Saramning bu xotin bilan aytishib turadiganға taqati qalmagan edi. U afsuslangandek Zubaydaga qarab, Saram!" degenicha kayniga burilibla yataqdan chiqib, sirtqa qarab mangdi. Ammo sarangni sarang desa o'lgis kelur, saqni sarang desa kulgis kelur degandek, Saramning sarang degan bir eg'iz gapi Zubaydaning nervisiga tegib ketgan bo'lib, u o'zining semiz bo'ybastiga moslashmagan chapdastlik bilan yotoq ichidan koridorga chiqib bo'lgan Saramning orqadan ittik koridorga chiqib, uning chechiga yana changal soldi. "Hey, kimni sarangdayapsan? Qeri qanjiq paskina. Xonachangni nazaringga ilmug'idek parvoying yo'q holda tillab chiqib ketyapsan, ha?" U shundoq degancha Saramga etilgan edi. Yon tarafdan ittik kelgan Mavlon xo'jayin xotini Zubaydaning do'lisidan tatqanicha silkib bir chatga ittiribdi va nihoyat xafa bo'lgan holda, "Hay, uyda meni zotal qilib kun ko'rsatmagining yetib oshmagandek. Endi mushiyaga qo'g'lab kelib, bu bechoraga azor bagil tudingmi? Sening bu ko'lamchilik kesiling zodi qachon tuzildi, ha? Hadisi yig'lab qaqshab ballag'i meni satga o'stib, bir tiyillik yuzimni qo'ymading. Chur, uyga ketaylik. Nima gaping bo'lsa uyga qaytib borganda-da. Bu bechora ojiz ayolni bundoq tatir qiynab avar qilmay, uyga qaytaylik. Bechorani tej ishini qilib kunini og'ili qo'y." Mavlon xo'jayin shundoq degenicha ayoli Zubaydani tartib mehmonxona sirtiga elib mangmoqchi bo'ldi. Ammo Zubayda bir silkibli Mavlon xo'jayinning qo'lidan ajrab chiqib, "Nomus qilmaydigan sharmanda pahishvas. Texi xijil bo'lmasdin, bu paskin qanjiqni qo'g'dayapsan, ha? Mana, oxiri naq maydonda ikkinglarni tutib oldim-mi? Endi o'zinglarni qanday oqlaydi ekansizlarkin, men bir ko'rib boqay." "Voy odam bormi? Chiqinglar xaloyiq. Ma o buzuq sharmanda paskinni erim bilan tutib oldim." Zubayda koridorda alatag'il tovlab, odam to'plashga urinayotdi. To'lama afsus.
Zubaydaning ta'ligiga uning qo'ygan o'yinini ko'radigan mehmonsaroy yotig'ida unchalik jiq odami yo'q bo'lib, ba'zi yotoqlardagi mehmonlar koridordagi varang-churung ovozdan cho'chib, eshikni ochib, beshini chiqarib qarab qo'yiblar, yana eshikni yepib kirib ketgan edi. Mavlon xo'jayin ayoli Zubaydaning qilgan bu zo'talchiligidan nomusdan o'lgidek bo'lib, xotinni uyga qaytirib ketishga, gapini anglatolmagandan keyin nima qilarini bilolmay, achchiqdan yerilg'udek bo'lib qarab turgan edi. Saram Zubaydaning qo'ygan o'yinlarga parvosiz holda ittik o'zlari turayotgan yotoqqa kirdida, qizi Aliya bilan o'zining kiyim-kechaklarini yig'ib elib, chamdonga purlab tiqib, chamdonni so'rgan holda koridorda texicha o'yin qo'yib, yig'lab o'tirgan Zubaydaga va nima qilarini bilmay, chorasiz ahvolda turgan Mavlon xo'jayinga qarabmi qo'ymay, ularning yenidan o'tib, Palambaydan aldirash pastga tushdi-da, mehmon saroy oldiga chiqibla bir kira mashinasida o'ltirib, bu yerdan yiroqlashdi. Saram kira mashinasiga chiqib o'ltiribla, ko'zlarini yumgancha o'rindiqqa o'zini tashlab, bayatin beri bo'lib o'tgan ishlarni xuddi tushdek his qilib, ko'z oldida kino lentisidek bir-birlab o'tkazib. Hayat. Endi bir ko'nglim xotirjam yashag'ili bir hafta bo'lmayli. Menga yana nima kunlarni ko'rsatadigansan? Menga yana ko'rsatmagan nima qismatlarim bor edi. Meni gunohkor qilib, o'z vujudimda to'rilib cho'ng bo'lgan, texi balog'atga yetmagan qarindosh aka-singilni tas qolding bir bolaning ota-onasi qilib qo'yg'ili. Mush ish sababli o'g'limdan ayrildim. Bechora bola. Nahlarda sarson bo'lib, kimlarga chiroy sarg'aytib yuradigansan? Hayotlik bo'ldi. Mening ustimda elib berayotgan sinoqlarimni to'xtatdin. Mening faqatli bardoshlik bergichiligim qolmadi. Sara shularni o'ylab, vujudida bostirib kelayotgan yig'i kelkunni to'xtatishga amalsiz ko'zlaridan yomg'irdak yoshlarini oqqizib o'ltiradi. Shopur mashinaning oldidagi aynakdan kayni o'rindiqda o'ltirgan Saranning nihoyat beorom bo'lgan holda yosh to'kib o'ltirgan nachar kayfiyatiga qarab, birdan jimjit mangandan keyin yana amalsiz uningdan "Xonim, sizni nega olib qo'yman?" deb so'radi. Shundala Saram xiyollardan uyg'onib, ittik shopur yigitga qarab, shaharlik 3-chi tuluqsiz o'tir maktabga ilib borgan bo'lsangiz, dedi shopurga ko'zlaridan to'kilayotgan yoshlarni yushirishga urinib. Shopur mashinaning sur'atini sal ittiklatib, Aliya o'qiyotgan maktabning oldiga kelib to'xtadi. Bu vaqt texi balalar darsdan tushadigan vaqt bo'lmaganligi uchun Saram mashinaning kirasini berib etib, chamadonni pastga ilib, qizi Aliyaning tanaffus bo'lib chiqishini birdam saqlab turishga to'g'ri kelgan edi. Taxminan Saram 10 minutdak maktab oldida saqlab turgandan keyin qo'ng'iroq chilinib, o'quvchilar tanaffus qilib maydonga chiqishga boshladi. Bu vaqtda Saram darvoza yeniga kelgan qizi Aliya demaklik bir qiz o'quvchidan: "Qizim, nechinchi yillikda o'qiysiz?" deb so'radi. U qiz sal ajablangandek Saramning usti beshidan bir qor qarab etib, "Tuluqsiz 2-yillik 1-sinfda o'qiyman" deb javob berdi. Saram darhalla: "Undaq bo'lsa, sinfinglarga yangidan yetkilib kelgan Aliya Basitni tanimsiz?" deb so'radi. U qiz o'quvchi shu hamon chiroyiga kulgi yugurtib: "Ha, aja, maktabimizga yangidan yetkilib kelgan yiliqi a'lochi o'quvchini demaydigansiz? Taniyman. Sizmi u o'quvchini tanimsiz?" deb so'radi. Saran kulib turib: "Chiroyli qizim, xafa bo'lmay, ashu savodishingizni apangiz darvoza oldida saqlayotidi deb chaqirib qo'ygan bo'lsangiz, bulamdi qizim.
bek muhim iş bar edi, dedi. U o'quvchi qiz birdan turib ketib, kayniga o'rilibla yugurib kirib ketgandan keyin hayal o'tmayla Aliya u qiz bilan birga darvoza oldiga yetib keldi va opasini ko'rib sal ajablangan ham xush bo'lgan holda: "Apa, nim bo'ldi? Biror ish bo'lmagandi? Bu yerga kelib qopsizg'u?" deb so'radi, ajablangan ham hayron bo'lgan holda. Saram o'zining yig'ilib etmaslik uchun lavlarini qattiq tishlab, o'zini tutib olgan holda: "Ha, shu qizim, men mehmon saroydan qaytib chiqdim. Endi u yerda ishlamaydigan bo'ldim. Sizni maktabdan tarab, u yerga berib yurmasin deb, bu yerga sizga aytib qo'yg'il kelgan edim. Tushda darsdan chiqqan vaqtingizda maktabdan ayrilmay saqlab turing. Men sizni olg'il kelaman. Gepimni quloqingizda ching tutib, meni saqlang bolam, jumo. Men hozir u mehmonxonada ishlamagandikin, sizni u joyga berib yurman. Men boshqa joydan ish topaman. Oldi bilan biror yotoqqa o'rinlashib olib, ondan sizni olg'il kelaman", dedi Aliyaga tushuntirib. Ammo Aliya ajablangan holda: "Nimishqa apa? Nimishqa mehmon saroydan qaytib chiqdingiz? Mavlon tog'am bizga shundoq yaxshilik qilgan tursa, nimishqa u joyda ishlamaydigan bo'lib qoldingiz? Biz endi nada turamiz?" Aliya opasiga savol deganni yog'diribdi. Saram bir hazo o'ntinsiz turib ketgandan keyin cho'nqur birini tinib etib: "Xotirjam bo'ling bolam. Bu ishlarni siz cho'ng bo'lganda tushunib qolasiz. Bo'ldi. Hozir mendan ortiq gap so'ramang. Men deganda qilsingizlar bo'ldi. Ma'qul amsa, men mangay", deginicha chamadonni so'rab, yo'lning bo'yiga chiqib, oldiga kelgan bir taksi mashinasida o'ltirib yurib ketdi. Hürmetlik asar anlıqıcı oqurman dostlar. Saram yotoq tamoqdan ham xizmatdan g'amsiz holatda ishlab kelayotgan bu ish o'rnidan ayrilib chiqib, boshqa bir joydan o'ziga muvofiq xizmat topalarmi? Bu bechora sho'rpeshani ayolni yana nima qismatlar kutib turadigandir? Agar asarning davomiga qiziqsangiz, keyin qismida bo'lsin.